Gar biri sizni sevmasa, ignaning uchidek bir detalni ham bahona qiladi. Pashshadan fil yasab ortga chekinadi. Chunki qalbida sizga joy yo'q bo'lsa, eng katta ishlaringiz ham u uchun kamlik qiladi. Ammo sizni rostdan ham sevsa, gar oldida tog' bo'lsa ham siz uchun oshadi. Kerak bo'lsa jang, kurashadi va baribir yoningizga keladi. Chunki qalbida bo'lsangiz, qiyinchiliklarni to'siq emas, bir sinov deb qaraydi. Unutma, oshiqning bahonasi bo'lmas. Bahona uzoq turishni xohlaganlarning panohidir. Men seni boshqacha deb o'ylardim o'zgacha. Lek sen ham ekansan oddiy, sen ham ekansan o'sha. Aytgan bunchalar arzon, bizni bog'lab turgan ishtalar bahosi munchalar.